Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa Namangan viloyati Pop tumani Chodagiga ikkita apparat tayyorladik. Bu apparatlarimiz 17x35 razmerda. Bunisi xuddi shunga tumba qolib to'zigan apparat qilindi. Denni lutchali bo'shatib boshqa vaqt qolgandan apparat qilib qoling. Meshalkasi ham bor edi. Meshalkani tashab ketdi bolalar. Olsa mana tumba qolibdi. Tayyorlaganmiz, o'rtasiga bitta g'isham qo'yib yuborganmiz. Xudo xolasa mana shu ikkita tumba qolib chiqarishganda bitta ichida g'isham chiqadi. Bu razmerlar 17x35 uchta teshiklik 220 voltda ishlaydigan apparat bu o'sha mashhur O'zbekistondagi Trend'dagi apparatlarimiz. Bunaqasi faqat o'zimizning Idealplant korxonasidan chiqadi, boshqa joyda bu modeldan hali chiqarishgani yo'q, xudo xolasa. Apparatlarimiz hozir endi shu Chodakka qarab yo'l oladi. Shundan oldin biz ishxonada ozgina eksperiment ishlarini qilib, regirovkalarni qilib olishga harakat qilib quyib, razmerlari qalay chiqibdi? Bir xil bu tomoni. Necha chiqibdi? Aha. Bir xil, ha? Bunda g'isham quygandik, endi rastorni ozroq ekan buzib tashlandi shuning uchun. Qani mana rastor yetamini, yetmaymi? Bitta quychi. Bo'laveradi, notekis bo'lsa ham. Hozir bitta eksperiment qilib quyib ko'ramiz hozir. Yo'llarda ham 3 qizg'in mana, xudo xolasa. Bu yasharamizga tikka bosyapti, bitta ham bolgarkani.